video filmimni ichida shunaqangi muvaffaqiyatli ayol bo'lib, shunaqa katta sahnalarda trening o'tayotganimni tasavvur qilar edim. Lekin hech qancha vaqt o'tmasdan o'sha narsa amalga oshdi. Aytmoqchi bo'lganim, bugun sizni kimdir bu joyga taklif qildimi? Bu sizning eng katta baxtingiz. Taklif qilgan insonlarni, shu joydagi ustozlarni mahkam ushlaydi. Siz ozgina harakat qiling. Bitta savol: nima uchun? Aynan shu faoliyat men hozir muvaffaqiyatimni bitta kichkintoy qismi bilan sizni tanishtirdim. Bunaqa muvaffaqiyatdan judayam men Allohga shukr qilaman va meni taklif qilgan insondan minnatdor bo'layotganligim, men o'zimdan nima so'ragan bo'lsam, Alloh o'sha narsani bergan. Nodira, sen qanday yashashni xohlaysan deb so'raganimda, Nodira javob bergan narsani hammasini Alloh bergan. Shuning uchun siz Allohdan nimadir so'rayotgandirsizki, bugun siz shu joydadirsiz. Bugun men hamma viloyatlarga borib, yurib, sizga o'xshagan opa-singillar bilan uchrashayotganim, qaysidir davlatlarga ishlamoqchi bo'lib ketayotgan opa-singillarimiz qancha. Uylarida bolalarini, oilalarini tashlab ketishayotgan ayollar qancha. Shart emas qayergadir borib ishlashimiz. Bir paytlar men Dubaydan katta seminardan Turkiyaga borganimda, Sabiha aeroportiga tushib kirayotganimda, pasport o'sha kirishda pechat bosish kerak turibman, hech ham pechat bosmaydi, tekshiryapti, nima bo'ldi deyman, yonimdagi nechta odam o'tib ketgan bilasizmi? Shunaqangi qo'pol muomala qilib savollar bergan haligi joydagi o'sha inson. Keyin anchadan keyin aytganman, meni Turkiyada o'zimning shirkatim bor, shirkatni o'sha nimasiman, mudirasiman deganimdan keyin bir pas oldin menga shunaqangi qo'pol munosabatda bo'layotgan inson o'rnidan turib, Turkiyaga xush kelibsiz xonim, sizni to'xtatib qolganligim uchun sizdan uzr so'rayman, marhamat deb shunaqangi tez o'zgargan. O'shani ko'rganimdan keyin aytganmanki, meni o'zbekistonlik ayollarimiz qayergadir ishlash uchun emas, qayergadir dam olish uchun kelishadi. Qaysidir joylarda shunaqangi xush kelibsiz xonim deb kutib oladigan ayollar bo'lishadi degan narsa bugun meni orzuyim shunaqangi bo'lgan. Shuning uchun rahmat katta. Shuning uchun ham men hamma viloyatlarga erinmasdan qaysi kuni borish kerak bo'lsa, shu rejalashtirib hamma O'zbekistonimiz hamma viloyatlariga boramanki, opa-singillar qo'rqmang. Orzu qilishdan qo'rqmang. Ozgina harakat qiling. Yordam berishga shuncha inson opa-singillar bir-biringizga qo'lingizga bersangiz, qancha muvaffaqiyatli insonlar turibsiz. Meni orzuyim, har kuni orzuyimni ketiga ulab orzu qilamanki, nima uchun? Mana hamma menga shunaqangi muvaffaqiyatga muvaffaqiyatga erishib, xohlaganimcha yashayotganligim uchun men Allohga shukronalik keltiraman va buning sababi aynan Crown ambassadori bo'lish va bugungi mening bitta orzuyim bor. O'sha orzuyimni, o'sha kichkintoy orzuyimni birchasini siz bilan o'rtoqlashaman. Assalomu alaykum deysan oilam. Bugun mana men o'zim bir necha yil avval qilgan orzuyimni ichida yashayapman. Bundan juda ham xursandman. Crown ambassador bo'lish oldimga maqsad qilib qo'ygan edim. Bugun Crown ambassador sifatida Davidson kompaniyasining shaxsiy samolyotida uchib ketyapman va shu samolyotda o'tirib men barcha shogirdlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu ularning mehnatlari hisoblanadi. Shuning uchun bugun oldimga qo'ygan maqsadlarimga yana yangi maqsadlar qo'ydimki, bugun shu samolyotda o'tirib men o'zim shogirdlarimni
Crown ambasador bo'lishlari va birgalikda shu samolyotda parvoz qilishimizni oldimizga maqsad qilib qo'ydim va Rexing kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rexingning eng katta menga bergan ishonchi, kuchi hamisha liderlardan hamkorlik bo'lishi, liderlarning oldingi haqida o'ylashi, ularni oldingiga yetish uchun qadam-qadam birgalikda harakat qilishi menga juda ham katta kuch beradi va bugun faqat bilan aytamanki, nafaqat Rexingni O'zbekistonda rivojlantirish, Rexingni butun dunyoda rivojlantirish uchun men bor kuchim bilan o'zimni hissam qo'shishga shu joyda maqsad qilib qo'ydim. Rahmat. Kim shu samolyotda tushib qoladi? Bu Crown ambasadori degan. Crown ambasadori bo'lishni oldingizga maqsad qilib qo'ying. Uning ichida hamma narsa bor. Men aytaman, Crown ambasador bo'lish degani tilagingni deyish degani. Bir vaqtlar men bugun sahnaga chiqib, rosa sahnada gapirishni rosa xohladim, Doniyorbek. Sahnasi juda ham chiroyli ekan. Qachondir sahnadan tushib ketganligim sababli emas, mana qaysidir sahnalar bo'ladi, shunaqangi qulay, chiroyli. Bugun sahnaga chiqib gapira olmayman. Nima uchun? Men bugun Katta Qo'rg'on bilan qudaman, qizimni, meni 3 ta farzandim. Katta qizimni men Katta Qo'rg'onlik insonlarga berganman. Shuning uchun men Katta Qo'rg'onga qiz berganligim uchun sahnaga chiqa olmay pastda turibman.